Hop, Aktam Meliyevni bu bergan savoliga men zudlik bilan javob berishga harakat qildim. Sababi Aktam Meliyev ushbu holat bo'yicha tegishli organlarga murojaat qilishi kerak. Lekin aynan masalani negiziga keladigan bo'lsak, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar, demak hammamiz bunday holatga duch kelib qolishimiz mumkin. Bu bo'yicha qonunchiligimizda va ayniqsa mehnat qonunchiligida qat'iy normalar belgilab qo'yilgan. Mehnat kodeksining 365-moddasida aytib qo'yilganki, ish beruvchi ish joyida kasal bo'lib qolgan yoki jarohat olgan xodimlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatishga qaratilgan choralarni ko'rishi shart deb belgilab qo'yilyapti. Endi shunga ko'ra, demak, agarda siz ish joyingizda qandaydir sog'lig'ingiz yomon bo'lib qolsa yoki tan jarohati oladigan bo'lsangiz, ish beruvchilarning bu majburiyati, bu huquqi emas, bu majburiyati va albatta ish beruvchilar birinchi tibbiy yordam ko'rsatishga qaratilgan choralarni ko'rishi shart bo'ladi. Aks holda tegishli huquqiy oqibatlar yuzaga keladi. Shu sababli, hurmatli kuzatuvchilar, o'z huquqlaringizni talab qilishni, o'z huquqlaringizni amalga oshirish mexanizmlarini o'rganishingizni tavsiya qilaman. Buning uchun meni kuzatib boring va men sizga albatta manfaatli bo'lgan va foydali bo'lgan video materiallarni qo'yib boraman. Rahmat.